Longrich kompaniyasida bomba aksiya davom etadi qizlar. 19 iyulgacha aksiyani cho'zib berdi. Bu vashi prosta bomba. Respekt kompaniyaga. O'zbekistonga yangi Longrich kompaniyasi kirib keldi. Mahsulotlari 100% tabiiy, eko produkt. Organizm uchun hech qanday zarari yo'q bo'lgan ro'zg'or uchun mahsulotlar, bioaktiv dabobkalar, kiyim-kechak, nima kerak hammasini bu kompaniyadan topsangiz bo'ladi. 360 ming so'm bilan biznes boshlaysiz, o'zingizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni xarid qilasiz va joyingizni aktiv holga keltirasiz. Kompaniya shunaqangi aksiya beryaptiki, siz 360 ming so'm bilan aslida 15% ga chiqishingiz kerak edi, lekin kompaniya 19 gacha shunaqa zo'r imkoniyat beryapti. 360 ming so'mlik mahsulot xarid qilasiz, kompaniya sizni avtomatik 19% ga chiqazib qo'yadi. Bu degani, ya'ni komandangizdan 19% daromad olasiz degani. Juda ham zo'r imkoniyat bu qizlar. Kecha 2 kun davomida men umuman videorolik qo'ya olmadim, chunki aksiyani muddati 10 gacha edi. Aksiyaga ulgurib qolaylik deb faqat registratsiya ish jarayoni yengillarga dars berish orqali meni vaqtim absolyutno bo'lmadi. Ishonasizlarmi? 1 kun 2 kun ichida liderlarimiz hammasi 2 diamonddan 3 diamond, ya'ni 23% ga sakrab o'tib olishdi. Bu juda ham zo'r natijalar. Agar sizga ham shunaqa natijalar kerak bo'ladigan bo'lsa, davayte menga murojaat qiling, men sizga podrobno tushuntirib beraman. O'zim uyda o'tirgan holda qo'limdagi telefonim orqali shunaqa zo'r daromadlar topmoqdaman. Ya'ni bizda Longrishda 7 xil daromad turi mavjud. 3 xil daromad turini biz kunlik yechib olish imkoniyatini kompaniya bizga beradi. Qolgan daromad turlarini esa har oyning 10-sanasida bizga tashab beradi. Kompaniyada hech bir kompaniyada yo'q bo'lgan imkoniyat bor qizlar. Ya'ni bizda Diamond 5 degan lavozim bor. O'sha lavozimga chiqadigan bo'lsangiz, kompaniyada pensiyaga chiqasiz. Bu degani ishlasangiz ham, ishlamasangiz ham, komandangizga odam yozdirsangiz ham, yozdirmasangiz ham sizga kompaniya SNG davlatlaridan bo'layotgan tabarrukdan 1,5% dividend to'lab beradi. Bu juda ham zo'r qizlar hozirgi kunda. Mani ustozim 3 haftada pensiyaga chiqib, kecha bizga daromadini ko'rsatdi. 24 million so'm pensiya puli chiqqan. Bu daromadidan tashqari pul qizlar. Agar sizlarga ham shunaqa daromad kerak bo'ladigan bo'lsa, menga murojaat qiling. Hammasini noldan o'rgataman. Yangi kompaniyada o'sish, rivojlanish shunaqangi tez bo'lyaptiki, hattoki biz registratsiya qilib zakaz urib charchab ketyapmiz. Shunaqa zo'r komanda, shunaqa zo'r energichniy komanda kerak bo'ladigan bo'lsa, davayte bizni safimizga qo'shiling. O'zimni jamoamga taklif qilaman.